Sizni turmush o'rtog'ingizdan telefonda ko'p vaqt o'tkazadimi? Bu muammoni bir yechimi sifatida sizlarga taklifim bor edi. Hayot chizig'i. Kecha o'zim o'qiganligim uchun yaxshi deb o'yladim va sizlarga ham tavsiya qilmoqchiman. Qaranglar. Kecha poyezdda Madinadan Makkaga qarab ketayotganimizda taxminan 2,5 soat vaqtimiz bo'ldi va bu kitobni o'qidim. 180 betlik kitob. Juda unaqa katta emas. Ozgina o'qiymanda o'ylanib qolaman. Ozgina o'qiyman, o'ylanib qolaman. Ya'ni insonning hayotidagi ko'p savollar beriladi. O'zingiz hayotingizdan keyin bu javoblarni qidirasiz. Oila, bola-chaqa, ota-ona, turmush o'rtoq, biznes, karyera va ijtimoiy tarmoqlar ham bor. Internet, telefon. Ya'ni asosiy narsalar o'zi nima hayotimizda? Xudo xolasa mana shu kitobni topsanglar, kitob Chorsuv do'konlarida bor. Undan tashqari Qamar kitoblar do'konida bor, yetkazib berish xizmati bor. Butun dunyo bo'yicha adashmasam, bildirmasdan oling, turmush o'rtog'ingizga bildirmasdan olingda hadya qilib bering. Xudo xolasa o'qiydigan bo'lsa, ishoninglar, telefonga bo'lgan munosabati, telefonga bo'lgan qiziqishi biroz o'zgaradi va hayotga real qarashni boshlaydi. Virtual hayot inshaalloh ikkinchi darajaga o'tib ketadi balkim. Aytganimizdek, ota-ona, farzand tarbiyasi, oila juda ham ko'p bizning hayotimizda muhim bo'lgan narsalar bor. Mana shu narsalarni to'g'ri joy-joyiga qo'yishlikka o'rgatadi inshaalloh.